إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح صباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الجامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله سبحانه وتعالى insoniyat tarixini biror bir payg'ambardan xoli qo'ymadi. Payg'ambarlar xalqlar uchun nima manfaatli bo'lgan bo'lsa, shunga yo'llashdi. Va qaysi narsa ummat uchun zararli bo'lsa, shundan ogohlantirdilar. Payg'ambarlarning vazifasi ogohlantirish va ya'ni itoat qilganlarga bashorat berish, itoat qilmaganlarni jahannam o'tidan ogohlantirishdir. Ularning imkoniyatlarida yo'g'ida ummatlarni majbur qilib yo'lga olib kelishlik. Bu payg'ambar imkoniyatida yo'q narsa edi. Shuning uchun mana bu hadis sharif Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga safarda edik, deydilar. Bir manzilga tushdik. Manzilga tushgandan keyin bizga bir erkinlik bo'ldi-yu, har kim o'zi bilan mashg'ul bo'ldi. Ba'zi kishi chodirini isloh qilardi. Ba'zi kishilar o'zi kamon otib musobaqa o'ynardi. Ba'zi kishilar o'zini ya'ni markabini o'tlatishlik bilan ovora edi. Tuya bo'lsa, tuyasini o'tlatish va oti bo'lsa, otini o'tlatish va hokazo shu bilan ovora edi. To'satdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari jar soldilarda as-salatu jami'a. Ya'ni musulmonlarning biror bir jamlashlik uchun bo'lgan nidolari shunga o'xshagan mana namozga nido, azon kalimotlari. As-salatu jami'a. Namoz hammani jamlovchi degan xitob qilinardi-da. Shu kalima bilan alohida maktub yo'llanmasdi. Alohida odam jo'natilmasdi uyiga. Allohning tarafiga
haq yo'lga chaqirilishlikda imtihondan o'tgan kishining bir chaqirishlikka bo'lgan dalolat o'zi kifoya qiladi. As-salatu jami'a kalimasi o'zi kifoya qiladi. Boshqa narsaning keragi yo'q edi. To'plandik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga. Shunda aytdilarki, mendan ilgariga payg'ambar o'tgan bo'lsa, uni vazifasi bo'lgan ummatini ummat uchun yaxshilik deb bilgan narsasiga yo'llashlik va ummat uchun yomonlik deb bilgan narsasidan ogohlantirishlik shu payg'ambarning vazifasi bo'lgan dedi. Men ham ba'zi narsalardan ogohlantiraman dedi. Bu ummatilar dedilar, islom ummatining ofiyatini avvalgisida qilindi dedilar. Ya'ni eng ofiyatli, saodatli, fitnalardan salomat bo'lgan ummat islom ummatining avvaliga nasib bo'ldi dedilar. Ya'ni o'zlarining davrlariga ishora qildilar. Va ummatning oxiriga, mana shu ummatning oxiriga dedilar, balolar yetadi. Va sizlar yoqtirmaydigan ishlar yetadi dedilar. Shunday fitnalar keladiki, bu fitnalar keyingisi avvalgisini yengillashtirib qo'yadi. Avvalgi fitnadan bir tashvishda bo'lgan bo'lsa, keyingi fitnani ko'rgandan keyin men avvalgi fitnani ham fitna deb yurgan ekanman deydi. Fitna bo'ladi. Mo'min aytadiki, shu fitnada halok bo'lsam kerak deydi. Keyin u fitna ham ko'tarilib ketadi. Boshqa fitna keladi. Mo'min odam yana shu men halok bo'ladigan fitna shu bo'lsa kerak deydi. Kim jahannam o'tidan uzoqlanishligini xohlasa, jannatga kirilishligini xohlasa, kirgizilinishligini, o'limi kelgan vaqtda Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan holatda o'limni kelsin dedilar. Ya'ni o'lim kelgan vaqtida Allohga va qiyomat kuniga iymoni salomat qolgan holatda o'lsin dedilar. Va odamlar tarafidan nima qilinishligini yaxshi ko'rsa, odamlarga ham shu narsani qilsin dedilar. Bu hadis sharif Imom Muslim rivoyat qilgan jami sahihlarida. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p narsalardan ogohlantirdilar. Va ochiq aytdilarki, ummatning ofiyati, islom ummatining ofiyati birinchi ummatda qilindi dedilar. Demak, zamoni saodat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, u kishiga ergashgan xalifa-i Roshidin davrlari, mana bu davrlar fitnadan salomat bo'lgan ummat. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunidagi mo'jizotlarni xabar berdilar. Qiyomatdan ilgariga ba'zi bir alomatlarni xabar berdilar. Bu xabarlar bilan ogohlantirdilar. Shular jumlasidan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda aytdilarki, baynan nafhatayni 40. Ikkita nafha, ya'ni birinchi nafha bilan odamlar hammasi o'ladi. Ikkinchi nafha bilan, ikkinchi qattiq tovush bilan tirilishadi. Shu ikkita nafha, ikkita tuydash tovush o'rtasida Alloh biladi bu tovushning kayfiyati qanaqa bo'lishligini 40 bor dedilar. Shunda so'rashdilarki, "Qolu ya Abu Hurayra 40 yawman 40 kun bormi?" dedilar. Qala abaytu, men 40 kun deyishlikdan bosh tortdim dedilar.
Qalu 40 sana 40 yil bormi? Qala abaytu. Men bosh tortdim buni 40 yil deyishligini. Qalu 40 shahran 40 oy bormi? Qala abaytu. Bundan ham bosh tortdimki 40 oy deyishligini. Va yubla kullu shay'in min al-insani illa ajaba az-zanab. Fihi yurakkabu al-khalq thumma yunazzilu Allahu min as-sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutu al-baqr. İnsondan har bir narsa inson halok bo'lgandan keyin, dafn qilingandan keyin chirib ketadi. Hamma narsasi chiriydi. Magar ajbuzzanab dumg'azaning oxirgi qismidagi bu muh deb ham aytiladi arab tilida, ajbuzzanab deyiladi. Dumg'azaning oxirgi qismidagi joy chirimaydi dedi. Shun bilan xalq insonni ikkinchi bor shu yerdan yaratiladi. Va Alloh subhanahu va taolo osmondan suv tushiradi. Xuddi o'simliklar shunday o'lib chiqqandek insonlar avvalgi holiga qaytishadi. Men Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qiyomatdan ilgarigi alomatlarning ba'zisiga bir ishora qilishlikdan ilgari bu hadisni o'qib berishligimdan maqsad shuki, ajbuzzanab bu dumg'aza. Dumg'azaning oxirgi qismidagi hozirgi zamonda ham olimlar insondagi hamma narsa chirisa ham shu moddaning chirimasligini isbot qilishyapti. Hozir yer kurrasi degan hamma olimlar mana bu arab tilida ajbuzzanab deb 1400 yil ilgari aytilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu muttafaqun alayh bo'lgan hadisda rivoyat qilyaptilar. Mana bu o'rinni chirimasligini endi bilishdi. U vaqtda bu narsani faqat iymon tasdiqlagan. Iymon bilan tasdiqlashganlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiyomat alomatlari va qiyomatdan bo'lgandan keyin oxiratdagi bergan xabarlarini hozirgi zamonning ham aqli yetmayotgan bo'lsa, yana davrlar o'tishlik bilan aqli yetib qoladi. Lekin mu'minlar uning aqli yetganligi yo yetmaganligi uchun aqli yetganligi uchun tasdiqlab, yetmaganligi uchun tasdiqlamay qo'ymaydi. Ular bu hadisning sahih rivoyati bo'lgandan keyin albatta buni tasdiqlashadilar. Shuning uchun ajbuzzanab bu dumg'azaning oxirgi qismidagi hujayra moddasi mana buning hech qanday hayotdagi bo'lgan ta'sirlarning birortasi uni yo'q bo'lishligiga sabab bo'lmasligini dinga unamagan olimlar o'zi kashf qilib turibdi. Demak, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bo'lgan xabarlarni shunday sahih bo'lishlik sharti bilan qabul qilib biz tasdiqlamoqimiz kerak. Mana bu xabarlardan bittasi uzunroq hadisda bo'lganligi uchun men ma'nosiga ishora qilib o'taman. Bu hadis sharifni Navos ibn Sam'on radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Hadis sharif Imom Muslimning Jami' sahihlarida keltirilgan hadis. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطع. Bu hadisning uzun bo'lganligi uchun iborasini o'qimasdan qolganini mazmunini aytib berishlik bilan kifoyalanaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kun Dajjolni zikr qildilar. Dajjolni
hamma alomatlarini bayon qilib berdilar. Hattoki gumon qildik biz shu xurmozor tarafidan kelsa kerak deb gumon qildik-da, shu tarafga qarab yurdik. Bu narsani bizni borganligimizni bilib, nima uchun borganlik haqida bizdan savol qildilar. Shunday biz aytdikki, "Ya Rasululloh, Dajjolni zikr qildingiz. Juda ham aniq alomatlarini bayon qildingiz. Shu biz gumon qildikki, shu xurmozor tarafida yashasa kerak deb gumon qildik." Aytdilarki, "Sizlarning ustingizlarda meni qo'rqitgan narsa Dajjol emas. Ya'ni sizlarning hozirgi tirik bo'lib turgan kishilarning ustida meni qo'rqitgan narsa Dajjol emas, Dajjoldan boshqa narsa qo'rqitadi" dedilar. Agar Dajjol men sizlarning huzuringizda turgan vaqtimda chiqsa, men sizlar o'z ishingizlarni qilaverasizlar, men u bilan hujjatlashaman. Ammo Dajjol men sizlarning ichingizlarda yo'q bo'lgan holatimda chiqsa, unda har bir kishi o'zi hujjatlashadi dedilar. U og'ir dedilar. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy har bir musulmonning ustida mening xalifamdir dedilar. Ya'ni Alloh uni himoya qiladi dedilar. Haqiqiy musulmonning ustida. Uning ba'zi belgilariga ishora qilib aytdilarki, u yosh suratda, sochi jingalak suratda, ko'zi xuddi otilib chiqqan uzumga o'xshaydi dedilar. Tofiya, ya'ni ko'zi otilib chiqqan. Xuddi men Abdul Uzza ibn Qoton degan odamga o'xshataman dedilar. Qaysi bir odam Dajjol topgan davrida bo'lib qolsa, Sura-i Kahfning avvallarini o'qisin dedilar. Sura-i Kahfning avvalda Alloh subhanahu va taolo dinning og'ir fitnasiga duchor bo'lgan yosh yigitlarning dinini olib qochganligini xabarini bergan. Mana bu xabarni yodlariga olsin dedilar. Bu Shom bilan Iroq o'rtasidagi yo'lda chiqadi dedilar. O'ng va chap taraflarga fasod tarqatib yuradi dedilar. Ey Allohning bandalari, mustahkam bo'linglar, Dajjol chiqqan dedilar. Biz aytdikki, "Ya Rasululloh, yerda qancha turadi u?" dedi. Aytdilarki, 40 kun dedilar. 40 kunning bir kuni borki, 1 yilga o'xshaydi dedilar. Yana bir kuni borki, 1 oy misoli dedilar. Yana bir kuni borki, 1 hafta misoli dedilar. Boshqa kunlari xuddi hozirgi kunlarga o'xshagan. Shunda so'radikki, "Ya Rasululloh, mu'min odamning qanchalik namozga o'zini bog'laganligini ko'ringki, ashoblarni shu vaqtda savollari nima bo'ldi? 40 kunga o'xshagan bo'lsa, bir xurmolarimizni sotib olamiz deyshdimi? Yoki bir tirikliklarimizni o'tkazib olamiz deyshdimi? 40 yilga o'xshagan kunlarda nima qilamiz?" degan savolni sahobalarning qalblari nimaga bog'langanligiga mana bu savol dalolat qiladi. Shunda so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, 1 yilga o'xshagan shu kunga to'g'ri kelib qolganimizda bizga 1 kunlik namoz kifoya qiladimi?" dedilar. Namoz ularningga uchun muhim bo'ldi. Ya'ni 1 yil miqdoridagi o'tgan uzun kunda namozni qanday o'qiymiz? 5 vaqt namoz bo'ladimi yoki 1 yillik namoz miqdorida o'qiymizmi dedi. Aytdilarki, "La faquqduru lahu qadrahu." Shu kunni miqdorlaysizlar dedi. Ya'ni 1 yillik namozni o'qiysizlar dedi. 1 oylik va 1 haftalik namoz o'qiysizlar. Mana shu masalani shuni ulamolar hujjat qilib, mabodo bir kishi yerning kunidan uzoqroq kun bo'ladigan maydonga chiqib qoladigan bo'lsa, shu soatni miqdorlab turib namoz o'qiydi. Mana shu hadisni hujjat qilishadi. Ularning qanchalik namozga bir qattiq bir ehtimom berganliklarini mana bu hadis sharif dalolat qiladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytdik deydilar sahobalar, yerdagi bu har tarafga o'ng va chap tarafga tezlik bilan fasod tarqatadi dedilar. Qanday bir tezlik suratda deganlarda, xuddi shamol haydagan bulutga o'xshagan, yomg'irli bulutga o'xshagan tez suratda fasod tarqatadi dedilar. Odamlar oldiga keladi. Ularni o'zini fasod yo'liga chaqiradi. Odamlar ishonadi.
unga ijobat qilishadi. Dajjal ularning ko'ziga har xil bir odatdan tashqari narsalarni ko'rsata boshlaydi. Osmonni buyuriydi, yomg'ir yog'adi. Yerni buyuriydi, o'simliklarni undiradi. Ularga boshoqlari, ya'ni yerdagi hosillaridan bo'lgan bug'doy boshoqlari eng uzun suratda meva beradi. Dajjolning ko'rsatgan namoyishi bilan. Yelin sut beradigan mollar, qo'ylar bo'lsa, eng komil suratda sut beradi. Va biqinlari eng chiqqan holatda yetilib taomlanadi hayvonlar. Odamlarning oldiga keladi. Ba'zilar baribir bu narsalarga aldanmagandan keyin ularni o'zini yo'liga chaqiradi. Uni gapini rad qiladi, sen dajjolsan deyshadi. Undan burilib ketadi. Ular nihoyat darajada qo'llarida biror moli davlat qolmagan holatda qiynalib, yomg'irsiz qahatchilik bilan tong ottirishadi. Ularning oldidan dajjol kelib, harob yerlaridan o'tib, yerga aytadi: "Akhriji kunuzaki." Konlaringni chiqar yer deydi. Ana shu vaqtda konlar unga ergashadi, xuddi asalarilar podshosiga ergashib ketgandek. Shunda bunda ham aldanmagan. Bunda ko'p odamlar aldanib ketadi. Aldanmaganlarni yana o'zini yo'liga chaqiradi. Bu har xil namoyishlar ko'rsatadi. Bir kishini chaqiradi-da, nihoyatda quvvatda to'lgan yosh yigitni chaqirib, qilich bilan uradi-da, ikkiga bo'lib tashlaydi, xuddi nishonani qattiq bo'lib tashagandek. Keyin ikkiga bo'lingan bu odamni chaqiradi. Unga qarab butun bo'lib yurib keladi. U yuzi Dajjal kulib odamlarga o'zini namoyishi bilan quvonadi. Mana shunday mo'jizalar ko'rsata boshlaydi. Men bu hadisni o'qib berishligimdan biz islom yo'lini qanday tushunishligimiz kerakligiga ishora qilmoqchiman. Bizi islom Allohning kalomi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bizni oldimizga suolatlar dunyosiga aylanib qoldi, birodar. Bu savollar falonchi buni ko'rar ekan, pistonchi mana bunday narsa qilyapti, falonchi shu uyda turib har xil odamlarni amaliyasini uyda turib jinlar orqali bajaryapti, pistonchi bunday narsa qilyapti, falonchi shunday desa o'rnidan turib kasallar turib ketyapti, bunday o'lyapti degan narsalar bilan to'lib ketdi dunyo, birodarlar. Bizning islom, takror aytaman, dunyodagi hamma jamoalar pul bilan tarqalgan, birodarlar. Hamma jamoalar odamlarga pul berib o'zini yo'liga chaqirgan. Yo bir namoyishlar ko'rsatib o'zini yo'liga chaqirgan. Har xil narsalar bilan o'zini yo'liga chaqirgan. Hamma jamoani tekshiring. Hozirgi vaqtdagi botil jamoalar. Kim 50 ta odamni bizni yo'limizga yetalab kelsa, bitta sayyora beriladi deb va'da qilyapti. Ya'ni odamlar mahkuran dunyo qarash, oxirat bu ehtimomidan chiqib ketdi. Shuning uchun og'zing qani desa, quloqni ko'rsatadigan odamlarni yetalab kelyapti. Ularga muhim emas, hech narsa muhim emas, faqat bugungi non, choy muhim. Boshqa narsa muhim emas. Oxirat muhim emas. Shuning uchun tekshirib ko'ring, hamma odamning butun umumiy til bilan, bir til bilan aytganda, nayrangozlik uslubi bilan o'zining yo'liga chaqirishlik boshlandi. Hamma mol beryapti. Kambag'allarni mol berib turib o'zining yo'liga chaqiryapti. Kasallarga davo berib turib o'zining botil yo'liga chaqiryapti. Islom shunday qildimi? Yo'q. Islom tarixini nazarini tashlang. Biror odamni mol berib o'zining yo'liga chaqirmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib yakka turgan holatlarda birorta bir yordamchilari yo'qda bizni
sizni yo'lingizni men quvvatlayman deb eng sha'ni shavkatli, e'tiborli odamlar sizdan keyin mulk menga yarmi bo'lsa mumkinmi deganlarda, mulk Allohniki, yer Allohniki. Men bu narsani senga va'da qilmayman. Nihoyat darajada muhtoj soatlarda ham shu narsadan voz kechdilar. Demak, islom biror odamni mol bilan aldab o'z yo'liga chaqirmadi. Va'da qilmadilar biror narsani, magar bitta narsaki jannatni va'da qildilar. U jannatni Alloh beradi. U jannat yerda emas edi. Shuning uchun mustahkam aqida o'rnamagan jamoalar hammasi ozgina narsa bilan dovdirab qolyapti hozir. Hozirda ko'ring. Birov keladi, bo'yningga olasan deb kelyapti. Bizni bo'ynimizga olib bo'lganmiz, birodarlar. Biz Alloh tarafidan Allohning buyrug'ini qilishlikka, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikka bo'ynimizga olib bo'lganmiz. Endi bizni bo'ynimizga boshqa bir odam bir narsa qo'ya olmaydi. Haqiqiy mo'min odam mana bu narsani bo'yniga olib bo'lgan. Mana bu narsalar bizni bir fikrimizni ochmoqligi kerakki, bizni ro'baro'yimizda bir odamni shunday bo'lib qaytib uni chaqirganda oldiga yurib keladigan odam chiqqan vaqtida ham biz buni shayton demoqligimiz kerak. Jur'at bilan ayta olishimiz kerak. Bu shayton deb demoqligimiz kerak. Hali biz bu narsani ko'rganimiz yo'q, birodarlar. Lekin oddiy narsalar bilan hozir dovdirab qolgan iymonlar bu mustahkam iymonlar emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirdilar. Hozirgi davr hamma nayrang ko'rsatadigan davr bo'lib qoldi. Endi yaqin kunda bu ketuvda tomoshabin qolmaydi, birodarlar. Hamma nayrang olib ketadi. Uni tomosha qiladigan odam qadrliroq bo'ladi. Chunki u kamayib ketadigan narsa tomoshabin bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'ring, hamma johiliy manhajlar, hamma hozir johiliy manhajlar butun hujum qila boshlayapti. Ular hammasi o'zining nayranglari, mol, pul, shu narsalar bilan odamlarni aldashlikka, odamlar iqtisodiy tanglikka uchragan odamlardan fursatni g'animat bilib, noto'g'ri yo'llarga olib kirishyapti. Har xil nayrangbozlar, ular o'zlarining har xil bir da'volar bilan da'vo qilishyapti. Yer kurrasi mana bunday dajjolchalar bilan to'ldi, birodarlar. Uning kattasi chiqqanda haqiqiy mu'minlar sobit qadam bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey Allohning bandasi dedilar. Mollarini din yo'lida sarf qilgan, jonlarini din yo'lida sarf qilgan kishilarga xitob qilib ogohlantirdilar, ey Allohning bandalari, mustahkam bo'linglar. Ana shu soatda Alloh subhanahu va taolo Masih ibn Maryam Iso alayhissalomni jo'natadi dedilar. Damashqning janubiy va shimoliy sharq tarafidagi oq minoraning oldiga ikki xil, ya'ni ikkita libos kiygan holatda tushadilar. Qo'llarini ikkita malak farishtaning qanotiga qo'ygan holatda. Men takror aytaman, hali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalarini aytib berdim. Bu hozirgi o'qilayotgan mo'jizalar hozirgi 21-asrning ko'z oynagini taqib olgan odamlarga hayron bo'lib, bu g'alati ko'rinishligi mumkin. G'alati ko'ringan bo'lsa, avvalgi dumg'azaning qolishligi ham ajib ko'ringan. Hamma narsa chirib qolar ekan deb kulgan. Ammo dinni, islomni qabul qilmagan olimlar o'zlari kashf qilishligi insondagi shu modda qolib, oxiri inson mana shu yerdan tarkib topishligini olimlar o'zi isbot qilib turibdi. Mana bu mo'jizalarni ham biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadisda rivoyat qilinganligi bilan biz isbotlaymiz. Bu narsani kayfiyati haqida bahs qilmaymiz. Boshlarni quyi qiladilar. Boshlarni quyi qilishlar bilan yomg'ir yog'adi. Boshlarni ko'tarsalar, u kishining boshlaridan oqqan ter xuddi luluga o'xshab tushadi. Kofir uchun bu Iso alayhissalomning nafasini topgan kofir shu vaqtda o'ladi. Bu kishining nafaslari ko'zlari yetgan joygacha nafaslar borib turadi. Dajjolni istaydilar.
hattoki Lut shaharining darvozasini oldidan topib qatl qiladilar. Iso alayhissalom oldiga bir Alloh subhanahu va taolo Dajjoldan saqlagan jamoalar keladi. Ularning peshonalarini silaydilar va ularga jannatdagi darajatlarni xabarini beradilar bu kishi. Alloh subhanahu va taolo Dajjal fitnasidan saqlangan kishilardan qilsin. U kishi Dajjaldan saqlangan kishilar bilan turganlarda Alloh subhanahu va taolo vahiy qiladi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xabarlari. Men biror kishi ham jang qilishlikka toqati bo'lmaydigan bandalarimni chiqarib tayyorlab qo'yganman deydi. Bandalarimni Tur tarafiga qo'rg'on qilib olib boring deydi. Alloh subhanahu va taolo Yajuj Majujni jo'natadi. Ular har bir tarafdan sug'urilib chiqadi. Ularning avvallari Tabariya diyoridagi ko'lning oldidan o'tadida ko'lning suvini biror qultum qo'ymasdan ichib qo'yadi. Oxirlari kelib shu yerda ko'l bor edi deyshadi. Bilmaydi avvallarning ichib qo'yganligini. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ashablari shunday qamal qilinishadiki, ya'ni Yajuj Majujdan chetlanib, bekinib shunday qamalda qolishadilarki, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ularning bittalariga bir molning, ya'ni ho'kizning boshi, shu boshidagi go'sht, kalla go'shti sizlar uchun hozir bo'lgan 100 dinordan yaxshiroq bo'ladi, manfaatliroq bo'ladi. Shunday ochlik bilan qamal qilinishadi dedilar. Allohning payg'ambari Iso alayhissalom va ushga ashablari radhiyallohu anhum Alloh subhanahu va taologa rag'bat qilib moyil bo'lib duo qilishga yolborishadilar. Alloh taolo ularga yolborishganlardan keyin bu Yajuj Majujga yelkalariga bir qurtni jo'natadi. Ular hammasi bir odamni o'lganidek erta tong vaqtida hammasi qatl qilingan holatda aylanishadi. Keyin Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ushga ashablari yerga kelishadi. Yerda biror bir qarish yer qolmaydiki, kelishgan joylarda magar Yajuj Majujning hidiyu uni o'ligini jasadi tiqilib ketgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ashablari Allohga yolborib duo qilishadilar. Alloh taolo bir xuddi buxt, ya'ni o'rkach tuyaning bo'yniga o'xshagan qushni jo'natadi. Ularni ko'tarib Alloh xohlagan joyga olib boradi. Alloh subhanahu va taolo bir yomg'ir jo'natadiki, bu yomg'ir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma uyga bu yomg'ir yetadida yerni yuvib tashlaydi, xuddi oynaga o'xshatib qo'yadi. Yerga mevangni undir deyiladi. Barakotingni qaytar deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan barakot qaytib keladi. Shunda shu jamoa nihoyatda mamnun bo'lib yashaydi. Ularning mamnunligi sutga nihoyatda barakot keladi. Hattoki bir sog'in tuyaning sutini bir jamoa odamga yetadi. Bir sog'in molning suti qabilaga yetadi. Bir sog'in qo'yning suti bo'lsa, bir qabiladan kichikroq jamoaga yetadi dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana bunday barakotli hayot bo'lib turganda bir muloyim bir shabada jo'natadida ularning qo'ltiqlaridan qabzi ruh qilinib jonlari taslim qilindi. Yaxshi odamlarning yer kurrasidagi har bir mu'min musulmonning joni qabz qilinadi. Odamlarning eng yomonlari qoladi. Biz aytib o'tganmiz, odamlarning yomonlari ikki toifa. Qabristonga masjid qilganlar va qiyomat bo'lganda tirik qolganlar deganmiz. Mana bu mu'min odam ki musulmon odam shu shaboda kelgan vaqtida hammasi qabz ruh bo'lib jon taslim qiladi. Odamlarning yomonlari qoladi. Shunday darajada yomonki, ular zino ishlarini shunday oshkor suratda qiladiki,
eshaklar oshkor urg'ochisiga oshgan vaqtidagi holati deydilar, oshkor zino fosh bo'ladi dedilar. O shunday yaramas, maraz tabiatli odamlar qoladi va shular yer yuzida bir Allohning yakka Allohga ibodat qiladigan bir inson qolmay, shunday maraz toifa odamlar qolgandan keyin yer kurrasi insonga harom bo'ladi. Chunki yakka Allohga ibodat qiladigan bir inson turar ekan, yer kurrasi saqlanib turaveradi. Alloh subhanahu va taolo shuning ruhini qabz qilib olib turib, yerda biror yakka Allohga ibodat qiladigan inson qolmagandan keyin shularning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi dedilar. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizotlaridan ba'zilari birodarlar. Bu hadis sharif hamma uchun kerak bo'lsa ham, bizning hozirgi zamonda musulmonman degan kishilar uchun juda ham muhimdir. Chunki hozir bashoratchi ismli, har xil nomli, har xil juda ham urut botili bilan odamga nihoyatda baland parvoz qo'yilgan nomlar borki, hammasining o'zbek tilidagi tarjimasini aytgan yozdi. Biz islom bunday nayranglarga muhtoj emas. Bizi islom ahli ming afsuslar bo'lsinki, shunday odamlarga, umridan mustahab qilmagan odamlarga aldanib yurishligi juda ham katta musibatdir. Shularga mollarini sarf qilishligi, dindan ajralishligi bilan birga aqlsizliklarni ham dalolat qilayotgandir. Kofirlar buni qilishligi ajab emas. Mushriklarning bu ishni qilishligi qiziq emas. Albatta bu ishni qilishligi kerak. Shuning uchun kofir, shuning uchun mushrik. Ammo musulmonman degan kishilarning bu narsalarga aldanishligi nihoyat darajada qattiq bir musibatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom ummatini ogohlantirdilarki, mabodo Dajjoldan ogohlantirdilarki, Dajjolning sifatlarini hali bizni xalqimiz ko'rgani yo'q birodarlar. Ko'rsa nima bo'lar ekan? Bu yerdan bitta falonchixon chiqdi deydi, pistonchijon chiqdi deydi, falonchi chiqdi, hammasini tekshirib ko'ring. Yana Qur'on o'qir ekan deb qo'yadi. Yo'nki 5 vaqt namoz o'qir ekan deydi. Birodarlar, bu aytayotgan Dajjol osmonga buyruq qilib yomg'irni ko'rsatadi. Yerga buyruq qilib o'simliklarni o'ldiradi. Odamlar hamma dindan voz kechib oladi. Hozirgi iymonliman degan kishilar agar biror bir quruq joydan bir narsani boq qilib beradigan bir shayton chiqadigan bo'lsa, iymon mana bu imtihonlarga uchrashligi muqarrardir. Har bir kishi bu muqarrar hayotining ozgina qismida og'ir imtihonlarga uchrashligi. Alloh subhanahu va taolo jannatni oson joy qilib qo'ygani yo'q. Shuning uchun ham bizga muhim emas. Ulamolarning, haqiqiy ulamolardan bittalariga xabar berishdiki, falon joyda bir odam chiqdiki, molni og'zidan kirib ketib, orqa tarafidan chiqyapti dedi. Shunda ko'p odamlar fitnalanib, aldanib ketdi. Borib aytdilarki, meni olib boringlar shu yerga dedilar. Shunda bu kishini katta odamligini bilib, bu odam uni yo'liga kirsa, juda ko'p odam kirib ketishligini bilishib, borib shu o'zining nayrangini ko'rsatdi. Molning og'ziga haqiqatda kirib ketdi-da, kirishlar bilan shamshir bilan molni beliga urdilar. Ikkiga bo'lib tashladilar. Odamni ham bo'lib tashladilar. Mana bunday narsani haqiqatda ko'rsatadigan bo'lib qolsa, mo'min odamning iymoni shunday darajada bo'lmoqligi kerak. Agar bu ko'p ishlar nayrang birodarlar, haqiqatda shunaqa bo'layotganda, shunday mo'min odam uni shunday Allohga bo'lgan ishonchi, yakka Allohga bo'lgan ibodati, shunday yakka Allohga sig'inishligi shunchalik mukammal bo'lmoqligi kerakki, shamshir bilan bo'lib tashlanadigan darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun bizga mana shunday haqdagi savollar to'xtasin tushundan boshlab.
Biz bo'yniga olganlarga javob bermaymiz. Biz bo'ynimizga olganmiz. Allohning buyrug'ini bo'ynimizga olganmiz. Mana bu narsa biz bo'ynimizga olgan narsa. Ikkinchi bor bu bo'yinga boshqa narsa chiqmasligi kerak. Hozirgi iymon xuddi mana bu hadis sharifda bayon qilinganga o'xshaydi. Men hammani aytmoqchi emasman. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy iymon yo'liga yo'llasin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim." 3 toifa borki, Alloh taolo qiyomat kuni ularga gapirmaydi. Alloh qaramaydi. Alloh ularni poklamaydi. Ularga alamlantiruvchi azobdir. Birinchisi kim? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabil. Sahroda bir suv bilan turadi. Suv bor, quduq bor. Shu suvni ustida turibdi. O'tgan odamni shu suvni ichirmaydi. Mana bu odam Alloh subhanahu va taolo unga gapirmaydi ham, qiyomat kuni qaramaydi. Chunki bu suvni man qilmasligi kerak misolda. Ikkinchisi rajulun bai'a rajulan sil'atan ba'da al-'asr fa halafa billahi la akhadhaha bikaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik. Ikkinchi bir kishi bilan savdo qildi. Bir narsani asrdan keyin savdo qildi. U aytdiki, buni falon narxga olganligini. Ya'ni aytdiki, men falon narxga oluvdim dedi. Lekin buni tasdiqlab bu savdo qilib olaverdi. Lekin bu haqiqatda bu falon pulga olmagan edi, yolg'on gapirgan edi. Mana shu yolg'on gapirib savdosini yurgizgan, o'tkazib olgan odamga Alloh taolo gapirmaydi, qiyomat kuni qaramaydi ham, poklamaydi. Uchinchisi va rajulun bay'a imaman la yubay'uhu illa lidunya. Mana bu narsaga ogohlantirmoqchiman. Bir kishi bir o'zining peshvosiga bay'at qilgan. Dunyo uchun bay'at qilgan xolos. Shu odamga ergashayotgan odamlar kam bo'lmayapti deb bay'at qilgan. Ya'ni kam bo'lmayapti degan ma'no, ishi yuryapti, savdosi yuryapti, kasbi yuryapti, dunyoda kam bo'lmayapti deb bay'at qilgan. Fa in a'tahu minha wafa. Shu dunyoni bu berib tursa, bu ergashtirgan odam ahdiga vafo qilib yuradi. Va illam ya'tahi minha lam yaqim. Agar bu narsa bermasa, ishi yurmay qolsa, ahdiga vafo qilmaydi. Bu men ishim yurmay qoldi deydi. Mana bu odamga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni gapirmaydi ham, qaramaydi ham, poklamaydi. Hozirgi vaqtdagi iymonlar bir qiziqki, inson tandurust bo'lsa musulmon bo'ladi. Agar kasallik yetib qolsa, tamomiy shirk amallarga kirib ketaveradi. Nima bo'lsa ham, nopokmi, marazmi, mustahab qilmaganmi, butun shuni shirk amalini buyuryaptimi, nima ish qilishligidan qat'iy nazar shu yo'lga kirib ketaveradi. Allohning buyrug'ini hayotida bir marta shu narsani ishlamaydi, birodarlar. Dunyo ishisi yursa, ko'p odam musulmon. Ishim mana iymon keltirib, namoz o'qib kam bo'lmadim deydi. Agar namoz o'qib bir dunyo ishi yurmay qoladigan bo'lsa, darrov u iymoni dunyo, u dunyoga ibodat qilganligini Alloh taolo unga ko'rsatib qo'yadi. Bu degan so'z islomning buyrug'ini qilsa albatta dunyodan mahrum bo'ladi degani emas. Lekin bu muhim bo'lmasligi kerak mo'min odamga. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi hadisga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu hadis menimcha kifoya qildi deb bilaman. Hozirgi vaqtdagi har xil bizga xabarlar haqida berilayotgan savollarga javob bo'ldi deb bilaman. Hali birodarlar, Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Bu fitnalarning mana bunday kattalarini ko'rganda nima bo'lar ekan? Hatto odamlar aytadiki, falon yilda mana bunday voqea bo'ladi deganida, shu voqea bo'ldi. Shu odam ancha to'g'ri odamga o'xshayapti deb gumonsilaydi ko'p odamlar. Men takror aytamanki, bir odamni bo'lib chaqirganda yurib kelgan vaqtda ham bu shayton deb olishimiz kerak. Iymon mana bu narsaday bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymoni mustahkam bo'lgan, iymoni qimirlamaydigan, zilzilalanmaydigan ashoblarni ogohlantiradilar mana bunday katta fitnalardan. Bu yerda bir kishi keng hovli, yaxshi ulov va soliha ayol umrni uzaytiradi degan hadis bormi deb so'radilar.
Ya'ni biz bunday hadisni bilmadim, shunisini bilamizki, shumlik 3 narsada bo'ladi deganlar. Ya'ni baxtsizlik 3 narsada bo'lishligi mumkin dedilar. Bittasi hovlida, bittasi markabda, bittasi ayolda bo'lishligi mumkin dedilar. Ba'zi odam o'zi yaxshi holatda bo'lib, bir hovliga ko'chib borish hech yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shunda shu hovlini shumlik bor degan hadisga amal qilib, sotib olib boshqa joyga o'zgartirsa. Bir kishi bir markabni olsa, bir sayyora olsa, hech shu sayyora bilan bir baxtsiz hodisalar ko'p bo'laveradi. Shu yaxmadi deb turib sotib olsa, shumlik bor deganlar. Shunga o'xshagan ayol haqida ham shunday bor. Ba'zan uylanadi, hech baxtsiz bo'lib yashaydi. U o'zi ham baxtsiz, ayoli ham baxtsiz bo'lib yashaydi. Ikkovi ajrashlik bilan ikkovi baxtli bo'lib ketadi. Hayotda bu narsalarning misoli ko'p bo'lgan. Ko'p savollar o'tdi. Kambag'allik kofirlikka olib boradi degan. Ba'zi vaqtlar bo'lsa kambag'allik bilan faxrlanaman degan hadislar bor. Bizda aytilgan masu kambag'allik deyilmagan, faqr deyilgan. Al-faqr. Faqr kalimasi arab tilida muhtojlik degani. Faxrlanadigan muhtojlik Allohga muhtojlik bilan faxrlanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Alloh vallohu huval g'aniyyul hamid. Ey odamlar, Allohga sizlar muhtojsizlar. Demak, bu muhtojligimiz bilan faxrlanamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-faqr, ya'ni muhtojlik bilan faxrlanganlar Alloh subhanahu va taologa muhtoj bo'lishligi bilan. Har bir banda Allohga muhtojligi bilan faxrlanmoqligi kerak. Bu faxr unga izzatni bildiradi. Ammo odamga muhtoj bo'lib qolishlik bundan panoh istaganlar. Odamga muhtoj bo'lib qolishlikdan mana in Allohumma inni a'udhu bika minal kufri val faqri, faqr ya'ni odamga muhtoj bo'lib qolishlikdan panoh istaganlar. Bu borib odamga kofir bo'lishlikka yaqin bo'lib qolishligi shuki, ya'ni ko'p odam qarzdor bo'ladi-da, birovga muhtoj bo'lib, qarzdor bo'lishligi bilan yakka Allohga bo'lgan ibodatini kun sayin esdan chiqarib boraveradi. Bu yerda ko'pchilik duo qiling dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda aka-uka uylanmoqchimiz, bir baxt saodatli bo'laylik. Islomga muvofiq oila qurishlikka Alloh taolo nasib qilsin ularga. Dadalari betob ekan, Alloh taolo dadalariga shifo bersin. Juda ko'pchiliklar betoblarga Alloh taolo shifo bersin. Ammo ahli islom kasallarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talab ilmlar ro'yxatida ilmlarga Alloh taolo rivoj bersin, amal qiladigan ilmni Alloh taolo nasib qilsin, darsimizni davom etsin.